Matematikangiz zo'r, sertifikatingiz bor, lekin fizikangizdan qo'rqyapsiz. Imtihon yaqin. Nima qilish kerak? Bunga yechim bor. Jami 9 ta modul bo'yicha dars tayyorlandi. Birinchi modulda fizikani F harfini ham, birorta formulasini ham bilmaydigan har qanday inson 30 ta testdan 6 ta 7 ta to'g'ri ishlashi mumkin. U to'liq 30 tadan tavakkal urmaydi, 6 ta 7 tasini to'g'ri ishlab, qolgan 23 tasini tavakkal uradi. 23 tadan 5 ta chiqib bergan taqdirda ham u 12 ta testni to'g'ri ishlaydi. Agar fizikadan sal xabari bo'ladigan bo'lsa, 10 tagacha ishlash mumkin. Qolgan 20 tasidan 5 ta chiqib bersin, 15 ta testni to'g'ri ishlaydi. Ko'chadan o'tib ketayotgan har qanday insonga qaravoringda deb mana shu usulni o'rgatib, keyin oldiga 30 ta test tashlansa, o'sha inson 6 ta 7 tasini to'g'ri ishlab qo'ya oladi. Bu bo'yicha maxsus test yig'ib chiqilgan, o'sha testni tahlilida bu usul to'liq tushuntirilgan. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Ikkinchi modul imtihonda eng katta muammolardan biri vaqt yetmay qolishi. Buni o'tgan yil imtihon topshirganlar yaxshi biladi, bu yil topshiradiganlar endi biladi. Bitta savolga o'zi fizikada 2-3 minut vaqt sarflansa, bu yerga biz 20-30 sekund deb kiritdik, lekin 5 sekundda ham to'g'ri javobni chiqarib tashlaydigan usul bor. Bu bo'yicha maxsus test yig'ib chiqilgan va o'sha testni tahlilida bu usul batafsil tushuntirib o'tilgan. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Uchinchi modul qaysi fandan test topshirishingizdan qat'iy nazar vaqt tugayapti, oxirida chiqmagan qiyinlarini tavakkal belgilashingiz kerak. Endi 5 ta chiqmagan, 10 ta chiqmagan, siz o'shalarni abasida qilib yoqqanini belgiladingiz. Nechtadir chiqadi undan ham. Endi biz o'rgatgan usul bo'yicha bitta ko'p chiqib bergan taqdirda ham sizga blogingizga qarab 3/1 yoki 2/1 ball beradi. Bu usul bo'yicha nasib etsa, o'zingiz belgilaganingizga nisbatan 2 ta 3 ta ko'p chiqib beradi. Bizda o'zimizda institutda kursdoshimiz 0,1 desiyatga o'sha 2/1 da 0,1 bilan birinchi o'rin kontrakt bo'lgan. Rosa alam qilib 4 yil afsuslanib o'tgan. 20-30 o'rin kontrakt bo'lib qoladigan bo'lsa, baribir yetmas ekanman deydi, xotirjam bo'ladi, lekin birinchi, ikkinchi o'rin 0,1 ball, 0,2 ball bilan kontrakt bo'lib qoladigan bo'lsa, bir rosa alam qiladi insonga. Bu modul bo'yicha ham necha yildan beri sinalgan eng yaxshi usul tushuntirilgan. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. 4-modul imtihonda yana bir katta muammolardan biri hayajon va qo'rquv. Ayniqsa birinchi yil imtihon topshirayotganlar qo'rqadi. Xo'p, 12 yildan beri imtihonda shogirdlarimizga juda katta foydasi tekkan, eng yaxshi samara bergan usullar bitta dars qilib bu yerda tushuntirilgan. Assalomu alaykum. 5-modul imtihonga kirganda nima qilish emas, imtihondan bir kun oldin boshlab, imtihondan chiqquncha nima qilish kerakligi va nima qilmaslik kerakligi haqida batafsil ikir chegaragacha ma'lumot ketma-ketlik berilgan. Tushunib olib amal qilasiz bo'ldi. Har yil abituriyentlarimizga mana shu ketma-ketlikni yaxshilab tushuntiramiz, juda katta foydasi tegadi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, studentlar. 6-moduldan boshlab fizikadan imtihonda eng ko'p tushadigan, fizikani eng muhim, eng qaymoqli joylari tushuntirilgan darslar o'rin olgan. 3, 4, 5 modullarda qaysi fandan test topshirishdan qat'iy nazar barcha abituriyentlar uchun imtihonda qilinishi zarur bo'lgan, shuncha yillardan men juda katta foyda berayotgan usullar, texnikalar tushuntirilgan. Imtihondan keyin afsuslanib qolmaslik uchun barcha abituriyentlarga bu darslarni ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz. Bu darslarda qatnashish uchun Telegramda quyidagi lichkaga murojaat qiling.